imkoniyati cheklangan nafaqat sog'lom bolalarimizni, balki imkoniyati cheklangan, mana shu jismonan va aqlan rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni ham shu xoreografiya san'atiga yo'naltirish degan istagi menda ancha yillardan buyon yashaydi bu narsa va bunga qo'l urganimga ham 4-5 yildan ko'proq bo'ldi. Buni loyiha qilib yarataman deb o'ylamaganman, lekin katta loyiha qilib yaratdim keyinroq. Faqatgina bunda imkoniyati cheklangan bolalarni men bir ikkita joyda ko'rganimda, o'sha mashg'ulotlarga bir qanaqadir mashqlar bajarayotganini ko'rganimda, bular ham xoreografiya, ya'ni raqs mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga sog'lom bolalar kabi teng huquqli deb bildim. Chunki jamiyatimizda ham ular teng huquqlidirlar. Bu bolalar ham o'zlari xohlayotgan kasbga yoki o'zlari xohlayotgan har qanday mashg'ulotga, har qanday to'garakka kirishga, to'garaklarda ishtirok etishga haqlidirlar. Shu jumladan mana shu xoreografiya san'ati, ya'ni raqsda shu bolalarimizni, nogironligi bo'lgan bolajonlarimizni ham xoreografiya san'atida shug'ullantirsak bu qanchalik to'g'ri bo'lar ekan deb men juda ko'p yillar ilmiy izlanishlar olib bordim. Va bu loyiha ustida ish olib borayotganimizga mana bir necha oylar o'tgan bo'lsa-da, shunday narsani ko'rdimki, avvalgidan ham ko'proq kuchga ega bo'lishim kerak ekan. Negaki, mana shu nogironlik bolalar o'qiydigan inklyuziv ta'lim maktablariga kelganimda, bolajonlarni har o'sha darsga kelganimda, birinchi marta kelsam mana tanishdilar men bilan. Ikkinchi martasida ular sog'lom bolalarda bo'lmaydigan natija, effekt deymiz, bilindi-da ularda natija. Bizga raqs sirlari o'rgatib kelinmoqda, raqs uslublardan harakatlar o'rganmoqdamiz. Shahzoda Xudoynazarova bizga raqsni sirlaridan bolalarimizga mashg'ulotlar o'tib kelyaptilar. Ozgina fursat bo'lgan bo'lsa-da, bolalarimiz juda katta qiziqish bilan har doim raqs kunini kutishadi. Albatta telefon qilib har doim Shahzoda opa kelyapsizmi, bugun raqs o'rganamizmi deyshadi. Boshimiz, ya'ni sizlarga oson narsa berish kerak, tushundinglarmi? Meni jismoniy taraflama imkoniyatim cheklangani bilan har taraflama o'zimda har xil qobiliyatlarim mavjud. Alloh menga shunday qobiliyatlar ato etgan. She'r yoza olaman. Shashka musobaqalarda anchagina faxrli o'rinlarni qo'lga kiritganman. Yaqinda maktabimizga raqs to'garagidan kelishdi. To'g'risini aytsam, boshida uncha qatnashkim kelmadi, lekin ustozimizni bizni ko'nglimizga qaraganlarini ko'rib, gap so'zlarni eshitib, qiziqishimizni e'tiborga olganlarini ko'rib, raqsga yanada meni mehrim oshdi, ko'paydi. Bizga kelayotgan Shahzoda ustoz kelib meni tanlaganda, boshqa o'quvchilarni tanlaganda biz imkoniyatimiz yo'q deb o'ylagan edim boshida. Keyinchalik bizga harakat qildirib o'rgatgandan keyin o'z qirralarimni, Shahzoda ustoz o'rgatgan har xil harakatlarni qila olishimga o'zimni ishontirdim va men shu ishni qila oldim. Har bir mana shunday maktablarimizda, imkoniyati cheklangan bolalar o'qiydigan maxsus maktablarimizda xohlardimki, alohida shular uchun mana shu raqs to'garaklari rivojlanishini, ochilishini, tashkil etilishini va mana shu yerda mutaxassis kadrlarimiz mana shunday bolajonlarga o'zlaridagi bilimlarni berib boradilar va bu bolalarimiz raqs orqali rivojlanadilar. Bu tibbiy tomondan ham tasdiqlangan. Bugungi Qo'qon shahriga tashrifimizdan boshqa joylarga nisbatan yana ham boshim osmonda. Bugungi tadbir menimcha bolalarda ham, ustoz murabbiylarda ham juda katta ta'sirot qoldiryapti. Aziz bolajonlar, sizlar imkoniyati cheklangan bolalar emas. Aksincha, imkoniyatlari cheksiz bolalar sizlar. Yangi O'zbekistonimizning kelajagi sizlar.
sizlar bilan mana shu loyihada birga ishlar ekanmiz, o'zimizni juda ham baxtiyor his qilamiz va har doim sizlarni ko'magingizga, sizlarni mana shu chiroyli kulib turgan tabassum, gul yuzlaringizga bizda juda ham ehtiyoj katta va muhtojmiz. Mana shu loyihamda barcha xoreograf mutaxassislar juda katta ish olib borishyapti. Ularga ham alohida minnatdorchiligimni bildirardim va hammalarini ishlarida rivoj tilayman. Bu ishimizni olib borishimizda yordam berayotgan har bir xodimga, har bir tashkilotga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar imkoniyati cheklangan bolalar emas, aksincha imkoniyatlari cheksiz bolalarsizlar. Imkoniyatlari cheksiz bolalarsizlar.